Men buni isbotlayman. Mana zamonaviy telefon, shundaymi? Mana 150 yil oldingi telefon. Farq katta, to'g'rimi? Ha, shubhasiz. Mana bugungi mashina. Bu esa 150 yil avvalgi mashina. Katta farq bor, to'g'rimi? Mana bugungi sinf xonasi. Bu esa biz 150 yil oldin foydalangan sinf. Bir asrdan ortiq vaqt ichida tom ma'noda hech narsa o'zgarmadi. Shunga qaramay siz talabalarni kelajakka tayyorlayotganingizni da'vo qilasiz. Ammo shunga o'xshash dalillarni hisobga olgan holda savol berishim shart. Siz talabalarni kelajakka tayyorlaysizmi yoki o'tmishgami? Bu tekshiruvlarga va hujjatlarga tayanib shuni ayta olamanki, siz odamlarni zavodlarda ishlashga o'rgatish uchun yaratilgansiz. Sizlar nega talabalarni bir xil, chiroyli va ozoda qilib qo'yganingiz bunga yaqqol dalil bo'la oladi. Ularga tinch o'tirishlarini aytasiz. Ularga ovqatlanishlari uchun qisqa tanaffus berasiz va kuniga 8 soat davomida ular nimani o'ylashlari kerakligini aytasiz. Va ularni A bahosini olishlari uchun raqobatlashtirasiz. Ya'ni mahsulotning sifatini belgilaydigan oddiy harfni